Assalomu alaykum o'rtoqlar. SMA mobilografiya o'qishini manzilini bilmoqchi bo'lganlarga tushuntiraman. Xo'p, Nurafshon chorrahasi, Nurafshon Sag'bon chorrahasi. Mana shunda tepada reklamasi turibdi. Mana shu yerda shunda tushasizlar. Yon qismidan, binoning yon qismidan yurishni boshlaysizlar. Yonimizda qurilish bo'lyapti, ahamiyat bermaysizlar. Zinaga chiqamiz. Havo ancha salqin. Yuqoriga ikkinchi etajga ko'tarilamiz. İkinci etajdamiz. Kirib kelganda koridorda 3-eshik. Assalomu alaykum. Xor mayli. Xo'p, xonamizni obzor qilamiz. SMA mobilografiya kursimiz shu xonada hamma sharoitlar bor. Xonamiz issiqgina, shinamgina. Hamma dars jarayonida ish bilan shug'ullanyapti, o'rganyapti. O'qishda zerikish yo'q. Bizda o'qishdan ko'ra yeb-ichar ko'p. Hamma ayol qizlar yoqtiradigan shirinliklar, o'sha shokoladlar qolmadi hisob. Bu o'zim. Mana shunda tashqariga chiqsa bo'ladi. Mana tashi bilmaganlar uchun ham bemalol Nurafshon Sag'bon chorrahasida. Lokatsiya juda ham oson. Havoni ko'ryapsizlar. -2 gradusda. 2026-yil 30-yanvarda.